Assalamualaikum ikrarlı izləyicilər, qəşənglər xeyirli olsun. Mən Adil Uyğur Tədqiqat İnstitutundan hamılarga salam yollayıram. Ərəbdə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Universiteti Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Bilimi Oxucusu Dosent Doktor Erkin Akram müəllim bilan ötküzüb atqan xalqara vəziyyət və gün tərtib namı proqramımızınki yeni bölümü huzurunuzda oldu. Erkin müəllim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Programımızda Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Xitay münasibətlik analizi şundaqla Xitay dövlət rəisi Xi Jinping bilan San Fransiskoda ötküzülən Asiya Okyan İqtisadi Ali Başlıqlar yığında görüşülənlik münasibətli görüşününki pərdə arxasını şundaqla bunu analizləşdirə tirişimiz. Joe Biden Xitay Amerika münasibətli to'sgan vaqtida muxbirlarning suoliga qarata biz Xitay bilan Xitaydan ayrılışqa tirishmayapmiz, balki Xitay bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilash uchun qadam tashlayapmiz. Balkim Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishishimiz bu bir yaxshilanish uchun tashlangan bir qadam bo'lishini orzu qilaman degan bo'ldi. Bunun keyinda biz Xitoyga mablag' solishni xohlaymiz, lekin tijoriy maxfiyatlarimizni Xitoyga berishga xohlamaymiz degan gaplarni sarf qildik. Biz bugungi programmamizda Joe Biden'ninki nima uchun biz Xitoydan ayrılishni xohlamaymiz yoki nima uchun munosabatimizni normallashtirishni yoki yaxshi bo'lishni umid qilamiz deydi. Haqiqatan bu bir o'tirib selishtirish bor. Ya'ni burun nachardi, hozir yaxshilashtirishimiz degan ma'nomi chiqishi mumkin bundan. Bir seviyadan bir seviyaga yetganmekchimdi. Ya'ni o'tirda bir yaxshilashdan iborat bir niyatning balig'i chiqib turdi. Ma'lum sizce Joe Biden nima uchun bu gaplarni sarf qildi? Aslında bu Amerika hükümeti, olup hazırki hükümeti şu ideya cidden hem de liberalizm boğaçlar, konuşuluklarını, cidallarını ve münasebetler jirgileşken takdirde bunu bir liberalist düşünce yani hemkarlık durup, arlaşıp durup meselelerini, ebedi meselelerini hal kılmakçı. Bu hükümetinki bir alayetlik. İkincisi bu Xitay ile bulunan münasebetler bağın sırrı jirikleşiyordu. Bazı noktalık yerlerde, misal Tayvan deyimiz, Cenab-ı Xitay deniz deyimiz, yani bazı yerlerdeki meselelerden tüpeyli Xitay ile Amerika'nın arasında bir cenk çıkıp gidişinin aldığını iliş için, yani körüşüp duruşununki bir paydası bağlığını. Yani uruşup jübice, körüşüp kılgan kılışı daha tekimi yakşı deydiğen bunda bir göz karaş var. Bundan başka bu saylam meselesi var Amerika'da. Şu saylamgaca bir çoğun cidal çıkmasın digendek bir ensreşlerimi var. Ondan başka iki devletin arasındaki iktisadi ticari münasebetlerinin ki ravan buluşunuma halayda Amerika'ma bizimki şu İğri sanayindeki mallarını, mesulatlarını Xitay'a setişinime halayda. Çünkü Xitay bu münasebetler jirikleşkenden ki Xitay Amerika'dan misalga boyun Amerika'nın ki boyun artlarını almaydıganlığı degendek nurgun bir karşı bir ambargo kılganlarını bilimiz. Şunu bir tüzüşünün ki niyetinde. Şununla bu muhbirlarga degen gapları der mi de şu Amerika-Xitay münasebetinin ki normal yolga kirişini halayımız deydi. Bu da kırışıkında muşunu məqsədligen. Ondan keyin bu bir-birisiyle körüşeleydiğen bir halga keliş. Çünkü Xitay taraf bu körüşüşünü üzüp taşıldı. Yani bir tuyuksuz bir vaka çıkkanda, krizsiz çıkan vaxtıda telefonla iliple körüşeleydiğen bir normal hayatka erişişini bu Joe Biden istevadıdı. En mühim bir mesele Xitay şu Nancy Pelosi'nin ki hayvan ziyaretinin ki Amerika bilan bo'lgan bu harbiy jihatdagi ko'rishishlarni to'sgan bu atkaz qilgan. Shunga bu ikki davlatninki harbiy jihatdagi ko'rishalaydigan bir munosabatni
o'rinlashtirish uchun tirishayotganligini va shu yig'inki muhim bir nishoni deb ko'rsatyapti. Demek bu Biden hükümeti Xitoyga yaxshilik ko'rsatib turib, munosabatni tuzishninki bir tirishchanligini ko'rsatyapti. Bu Amerika hükümetinin qo'lidagi bir pozitsiyasining borligini yoki niyatining borligini bilgan bo'ldik. Xitoylarcha buni qanday qaraydi? Xitoy aslında ben yükselip güçlengen bir devlet bo'lgandan keyin Amerika'ma şu hürmetimni qilish lazım deydi. Olupmu Xi Jinping'dek bir Xitoyninki reisi bo'lgan bir salohiyatiyle o texmi buni arzu qildi. Amerika bana hürmet qilmayapti deydigan bir mesele var bu yerda. Ondan keyin Xitoyninki ahvoli G'arblarninki Amerikaning ahvoli bilan o'xshamaydi. Xitoyninki ahvoliga qarab Xitoyninki boshqarish şekili bo'lsin, qurilmasi bo'lsin va shundaqla mazmunlar bo'lsin, Amerika bilan o'xshamaydi. Shunga Amerika qo'popla Xitoyni tanqid qilmasin deb o'ylaydi. Bo'libmi inson haqlari va demokrasiya jihatdan. Va bu bir Xitoy siyosatini davom qilish lozim deydi, ya'ni Tayvanni qo'llama deydi. Tayvanga qurol setib qilma deydi. Ama Amerika deydi, sen mi Tayvan'a tehdit sağma deydi. Çünkü sen yalnız taraf bu mevcudiyetini, mevcut temponluk ahvalını özgertiyorsa deb çıkısı bu Tayvan meselesinde de çıkışkını yok yani. Ama Xitoy bu meselede Çin turuyladı, Amerika'ya katı çıkmadı. Ondan başka Amerika Xitoyga qarta şu teknoloji ambargosu vardı. Xitoyma mushu jihatdan bir yumshatishni kutyapti. Ya'ni Xitoyninki hozirgi yuqori texnologiya mahsulotlarninki ba'zi parchalarini mushu Amerikadan ilyapti. Shunga Amerika mushu jihatdan biraz siyasetini, qattiq siyasetini yumshatsa, undan boshqa davlatlarga misolga Janubiy Koreya deymiz, Gollandiya deymiz. Şu devletlerine anlamda Xitoyga teknoloji mahsulotini setib bersa deydigan bir arzusum var. Bu da şu suhbatda shuni so'zlashilgandek turdi. Bundan başka bu nima iqtisodiy tijoriy munosabatlar normallashish, bundan keyin bu yer shaharni boshqarish jihatda Xitoyma şu bir rolini oynayalaydı Amerika bilan bu jihatdan hamkorlik qilalaydi deydigan talablar bor. Bu daqi yig'in mushu bultu Balidagi EPEC yig'iniga qarag'an chog'da 1 soat ko'p ko'rishalaydi, ya'ni 4 soat ko'rishmoqchi. Demak 4 soatning ichida nurg'un narsalar, ya'ni nurg'un temalar so'zlashadigan turdi. Endi hamkorlik yoki Amerika nuqtasidan biz Xitoydan ayrılishni xohlamayapmiz, ayrılishga tirishmayapmiz, balki munosabatimizni yaxshilashtirishimiz yoki ikki davlat o'rtasidagi munosabatni normallashtirish uchun etilgan bir qadam deganda gaplar qildi. Yoki hamkorlik yoki munosabat yaxshilandi yoki ayrilish xohlamaymiz degan bu iboradan yoki davlatlarning umumiy manfaati nuqtasidan iqtisodiyotni, tijorat jihatdan yaxshilansimi yoki normallashtirilsin, lekin Amerikaning inson haqlari deymiz, Tayvanga o'xshash sevgili masalalar va Uyg'ur masalasi alan nuqtasidan Tibet qatorliq nurg'un masalalar bor. Ya'ni sevgili masalalar. Hatta Xitoyninki Amerikaning manfaatiga nima qilayotgan, daxl qilayotgan nurg'un sohalar bor. Ularninki mulkiyat haqqini o'g'irlaydigan qatorliq. Hatta raqobatga qo'ygan davomliq deysiz. Amerika qo'ygan nurg'un belgilarga daftarni qilayotgan yoki uni xiloflik qilayotgan ahvollar mavjud dedingiz. Biz bir normal o'ylasak, agar munosabat yaxshilansa, qanday yaxshi bo'ladi yoki boshqa Amerika yoki Xitoyga nisbatan sevgur deb qaragan masalalarga nisbatan sal keyiniga qadam tashlash yoki yaltish yoki bu yo'l qo'yishdek qanday bir ishlar bo'lamdi? Menimcha bir qatim ko'rishish bilan hamma nima tuzlik edi deb bunday bir ahvolga ishonmayman.
Çünkü iki devletninki meselesi əbəksiz degəndək nazik meseleler var, xalqaranınki xavfsizligi bilan münasibətli, bunundan keyin xalqaranınki ma'u iklim degəndək meseleler, onlar asan hal olmaydı. Hem de iki devletninki tüzümü ve ideologisi, kıymet qarashları bir-biriga o'xshamaydi. Bunda bir paytda, unda bir burunqidek, bunda bir dost münasibetini kurup gidemaydi. Ama hazırki mesele hamda iki devlet bir-birisi bilan bir jangga kirib qolmasin deydigan ansirash var. Buni Amerika jiqaroq ansirayapti. Xitoy xuddi ansirmagandek şu harbiy kuchini texnik kuchlantiryapti. Harbiy qurollarni texnik ko'plab ishlab chiqaryapti. Mayli bu havadagi urush artlanlar bo'lsin, mayli dengizdagi urush parklar bo'lsin. Bunun sonlarini ko'paytirib va urush qobiliyatini, kuchini kuchlantiryapti. Yani Amerika bilan bir jang bo'ladi deydigan bir tayyorlikda. Belki bu xil qilmishliklarni şu Amerika'nın ensirashga selayotgan bo'lsa kerak. Yani yig'ib kelgan joyda bu iki devletninki munosabati pek normal bir hayat, normal bir munosabatga aylanmaydi deb o'ylayman. Ama hiç bo'lmasa jang qilmaydigan bir nuqtaga aklanilsa, ancha-muncha iqtisodiy tijorat munosabatlar biraz qo'yiq bo'lsa, bu o'rtaq manfaatdan tufayli bularlik münasibetini aşırı bir noktada seviyeye apamay, o normalde otural bir münasibetini devam kılışını tutuvatkan olsa gerek. Çünkü hemeden bilirdi bu iki devletin münasibeti pek mi isim bitemeydi. Burun belki boğandı ama bunun mümkün biraz kıyın. Çünkü burunki programlarda mı dedik, bu tarihte bir ahval var. Yani yeni yükselgen güç mevcut Cihangir devletke meydan okuyordu. Ki Xitayning qilayotganlarına hemisi muşu hazırkı men degan ahvalga uygun. Amerika özününki hazırkı Cihangir salayetini qo'llab qilish uchun, o'rnini qo'llab qilish uchun tirishyotir. Shunga Xitoydagi bir devletning meydan o'qishiga qarshi nurg'un tadbirlarni ilishga majbur. Bunlarni qilgan taqdirda iki devlet burunqidek isil bir munosabatga erişemaydi. Yani biz normalda iki devletin arası munosabat yaxshi bo'lmagan keyin ya kesib tashlabla chapanni yechib man yo'qol deb qiladi yoki birisiga jang qiladi deb o'ylaymiz. Ammo xalqaro munosabatda shu jangdan qanday yiroq turimiz deb tirishidi va agarda harbiy tayyorliklar bo'lgan bo'lsa, bu tayyorliklarni shu jangning chiqmasligini to'sash uchun, ya'ni chiqmaslik uchun bu tirishchanligini qilayotganini ko'ryapmiz. Shunga bu iki devletning munosabati bekma isil bo'lib ketmaydi, bekma nachar bo'lib ketmaydi deb bir hozircha shunday xulosani qo'yib bo'ldi. Kelgusida misolga liderler o'zgardi. İki devletninki munosabati hakikaten Tayvan meselesinden yoki Şimali Kore meselesinden, hatta Filipin meselesinden bir ciddi bir paytga kirib qolgan bo'lsa, u vaqtda shu jang bilan hal qilmasi bo'lmaydi degan bir nuqtaga tushunchaga kelib qolgan bo'lsa, misol farqlardan hozirgi Xi Jinping bilan hozirgi Joe Biden'imiz farklı adamlar kelib qolsa, belki bo'lishi mumkin urush jang. Ve bu urush jangmi belki Aşağı degandek Tayvan'da, Filipin'de bunda chiqib qilishi mumkin. Amerika onun taraflarını tutup qilishi mumkin yardım qilib. Ama hozir bu İsrail bilan Hamas arasındaki bu jang to'xtamadi. Bu jangning bu rayon xarakterlik meselelerge aylandı. Bu aniq emas. Ukraynadaki bu urush devam qilyapti. U yerda nurg'un insonlar o'lib ketdi. Rus armiyasi şu 40 mingdan jiq adam o'lib bo'ldi. Bu Ukrayna'nın onundan belki iki has o'lgandi. Yani bu ciddi meseleler var vaqtida Amerika Xitoy bilan
münasebetini jirikleştirip ondan keyin o'zining kuchini 3 yerga bo'lishni xohlamaydi. Shunga shu epek yig'inini bana qilib turib, münasebetni bir xil düşmanlık, eşedi düşmanlık seviyeden biraz tövelge düşürüp normalde bir diplomasi münasebetke düşürüşke tırışvadı deb görmedim. Münasebetlerim yamanlaşıp ketmeslikni aldırılışını ibaret bir tirişçilikten başka bir narsa emas amaliyat. Devlet oturuşta bunda uruş arkalı emas, diplomatik ve siyasi olarak qilishninki etilgan bir qadamda. Malum bu Xitoy devleti Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden'ni ko'rishadigan Asiyatda cho'kkan iqtisodiyot boshqa yig'ini. Bu yig'in xarakteri jihatdan xalqaro yig'in ekanligi aniq. Bu yig'inning bundaq ilingan qarorlar yoki ta'sir qilish nuqtasidan qanchalik bir roli bor dunyo iqtisodiga yoki dunyo siyosatiga. İktisadi ticaret cihette belki biraz rol var ama siyasi cihette biraz çok bir rolü olmaydı. Bu çıkan kararlarını bir mecburi halıga eklemeydi, icra kılamıyor. Bu teşkilat aslında bu 90'lı yılların ahırgıcı yalnızla şu iktisadi ticaret bile münasebeti bir yığındı. Yani Asya Tinç Okyanus devletler arasında iktisadi hamkarlık minberi degandek bir teşkilat. Keyin şu 97'den keyin bir mezmunu yani kattı. Bu katkan mezmun yani bu katnaşkan devletlerin liderlerine gayri resmi görüşüş degan bir imkonini yarattı. Şununla bu öz vaxtida Tayvan'ın meselesinden tüpeyli bu Amerika bilan Xitoyning arası jirikleşkendi 95-96 yıllarda. Ve muşun hazırkıdek men sanki karmayman, sen bana karmaysa da şu telefonlarıma çıkmaydıgan aşına bu qalğandı. Angacha bu ikki taraf yana muşundaq nurg'un odamlarni avtib maqitma nimalarni avatdi bu ministerlarni. Maliye ministri deymiz, ticari ministri deymiz. Bundan keyin bu iklim meselesiga mas'ul bo'lgan John Kerry deymiz. Bundan keyin tashqi ishlar ministri Blinken berib keldi. Bundan keyin ish yani Xitoy reisininki San Francisco ziyareti bo'ldi da hamda Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi shu nimaga berib Amerikaga berib necha qatim bir ko'rishib ondan keyin bu ishni pishagan bo'ldi. Ama shu o'z vaqtida shundoq bo'lgan. Oxirida shu vaqtida Seattleda ichiladi epek yig'ini. Jiang Zemin shuning bilan bu Seattlega kelgandan keyin Clinton bilan yaxshi bir ko'rishishlar bo'ldi. U vaqtida yeni bir Amerika-Xitoy munosabati qurildi. Yani Amerika-Xitoy arasında stratejik hamkorlik sherik devletida qurildi. Ve o vaqtida Xitoyga jiq imtiyozlarni to'nishga boshladi. Misolga Xitoy Amerikaning arasındagi ticari munosabatlarda inson haqlari meselesini qatmaydiganligini. Misolga Xitoyga ba'zi ticari imtiyozini berish uchun Xitoyning inson haqlari meselesi tuzilish lazım, o'ngshilish lazım. Ama o vaqtida Xitoy biz o'ngshaymiz, mesele yok degashga ha bo'ladi deb bu imtiyozni bergan. Dünya Ticaret Teşkilatı'na a'zo bo'lishi Xitoyning Amerikama yeşil chiroq yoqqan. Ve birdenla ikki devletning munosabati yuqori bir seviyege yani Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgandan beri bunda bir seviye kelib qolgan. Bu Joe Biden bilan hozirgi Xi Jinpingning ko'rishilar ashundaq bir seviyaga kelalamdi, bu biraz gumonli. Kelishimi biraz qiyin hamda bu deb bo'lgan sababni hamda bu Amerikada u vaqtida bir xil har ikki partiyaningki Xitoyga o'rtaq bir dushmanlik
tırnak içinde dağıtımı. Ondan bir nersi yoktu vaxtida. Hazır ama var. Hazır Xitayda, Amerika'da bir saylam olsa, Xitay meselesini bir tema. O temadan kaçamaydı. Her iki parti şu Xitayga karşı çıkışqa, hatta şu Cumhuriyetçi demokratlarının Xitayga karşı Çin tumğanlığını tanqid qilib, ovoz olamiz deb tirishayotgan ahvollar bor. Shuningga bunda bir paytda ichki davlatlarning munosabati yuksak bir saviyaga kelishi biroz qiyin ko'rinmoqda. Bu Joe Biden doğrusu bayanat bergen elbette bizim bu Uyghur arasıdımı. Joe Biden mandakta bunu eğer Xitay'la Amerika'nın nasıl yaxşılığını kitip kalsa, Amerika'nın ki Uygurlarını qo'llashi yoki Xitoy bilan o'tirish munosabatda Uyghur masalasiga bunday ahamiyat berishi degan narsalar so'zlashib qoladi degan bir endisha paydo bo'ldi. Buni normal tabiiy ahvol deb o'ylaymiz, ammo sizning gapingizga qaraganda bu ishlarni oddiy emasligini bir bayonot bilan yoki bu ishlarni yaxshilab ketmaydiganligini, nurg'un sabablar borligini, nurg'un tampon omillar borligini, oson bo'lmaydiganligini dedingiz. Shundaqdan bir endi so'g'im keldi endi. Siz hakikaten bir Joe Biden'ın bu bayanatından keyin hakim bizinki Amerika'da Uyghur meselesininki kun tartibga kelinish nisbetindeki pozitsiyasi Amerika hükümetinin qandaqroq bo'lishi mumkin sizce? İki devletin arasındaki degan munosabatlar o'ng'ishash, tuzash degan bir tirishchanlik bor. Xitoyma pas beryotdi. Ama Uyghur meselesi kelgan chog'da belki müsbet bir göz qarashni o'tirib qo'yish biraz qiyindek turdi. Öz vaqtida misolga shu 2001 yili 9-oyda shu iqlimga mas'ul bo'lgan John Kerry'ninki Xitoy ziyorati bor. Xitoyga borgan chog'da shu Xanjing bilan Wang Yi bilan ko'rishgan. O ko'rishgan jarayonda eğer de iklim meselesini sözleşilgan olsa, insan hakları meselesini bir kayırıp koyuşqa doğru keldi. Dep ve Uyghur meselesini tılga almaysa dep yolunu saptı ki John Kerry. John Kerry qaytib kelgandan keyin buni hamda Nancy Pelosi deymiz, Joe Biden deymiz, bular bilan o'rtoqlashib hamda Xitoyning bu ko'rishini. Shu vaqtida kongreda Şarq Türkistan'daki bu kulluk sisteminden işlep çıkargan şu mesulatlara karşı ambargo koymakçıydı, bir kanun çıkarmakçıydı. Bu kanunun çıkışı keçikti. Ve şu vakti bazı Amerika'nınki kongre azaları şu demokratlarını tenkit kıldı. Bu nima ama o Joe Biden'ı tenkit kıldı. Sizler şu Xitay'ınki şu talebiga karşı Uygurlarla münasebeti bu kanunu çıkırışını astılaştırıvasılar. Vaqtida mıcıq bulgul bo'lib ketgan. Ahirida bu kanun çıktı endi. Ama şu vaqtida kechiktirgan bir ahvol bor. Yani bir misal, bu da ama şu görüşüş jarayonida Xitoyninki Amerikaga setayotgan bir xil doğru var. Bu doğru o'xshashlar, bu zehir çekim ya o'xshaydigan doğru hamda fentanyl deydigan. Bu dorini Xitoy Amerikaga sotmasin deb Xitoyni cheklashga tirishyapti. Nurg'un amerikaliklar yilda mushni dorini ishlatib bilib qolgan ahvollar bor. Shuning Amerika davomli shu fentanylninki setilishini, Amerikada setilishini cheklamasi kerak bo'lganligini yoki Xitoy bu dorini ishlab chiqarishni to'xtatish lozim. Ama Xitoy hozirgacha uni to'xtatgani yo'q. Bularga bu ko'rishishda bu mesele kun tartibga keladi deganlar bor. Ama Xitoy bunga qarshi, yani bu Amerika o'z vaqtida shu Uyghur meselesinden tufayli Xitoyninki nurg'un shu idoralarga ambargo yuritgan. Misolga Xitoyninki qonuniy doktorlik
enstitüsü deydigan bir enstitü var. Bu Türkistan'da ilk bağlan zulümlara yardımcı boğan bir enstitü bu. Şununla Amerika bu 2020 yılda bu enstitüni çekilgen. Bu enstitüyle boğan münasebetlerini hemen üzgen, bu enstitüye saldırgan meblağ ve yardım kıldıran teknolojinin taşılan. Şununla Xitay'ın talebi Muşu kanuni doktor medisina tədqiqat enstitüsü qaratqan bu ambargonu taşılaş lazım. Yani bu mu yana Uyghur bilen münasebetlik bir mesele. Yani Amerika'da əbəqi yuqurda degan iki devletin arasındaki nurgun meselelerini hal kılıp münasebetini yumuştuğumuz degan yerge kelgen çağda pek tırışıyordu ama bu Uygur meselesi kelgen çağda onculuk seviyede bir tırışçanlık yok. Ondaqda bu Uygur meselesini ikinci ve üçüncü planda kılış mümkün. Bunda bir payda hem de Uygurlar bir nerslerini kılışlıkla doğru kildenler. Teyya çıkan kanundan faydalanıp, hazır mı kongrede nece kanunu kütüp turvadı da Uygurlarla münasebeti. Ulağına çıkırışını, çakan çıkırış tırışmak lazım. Digendek Uygurlarla tırışsa hükümetinin şu Xitay'nın ki Uygurlar karda bazı taleplerine karşı çıkarış lazım. Eğer de bunu kılalgan takdirde Uygur meselesi diğer ikinci, üçüncü orunga çıkamaydı vakıda. Yani oyun bir ornunu alalaydı. Eğer de Uygurlar tırışmışsa vakti kelgen çağdama yine Uygur meselesini esas gün tarafında çıkılış mümkün. Hem de öz vaxtıda şu Amerikanın prezidenti Trump'ın imza koygan çağda o Uygurlar münasebet kanunu. Kanunun ki G maddesiyle binaen imza kıldığını deydiğen bir ibare var. G maddesi degan gap, eğer de icraat kılışqa zörür bolmasa, icraat kılması mı buludu deydiğen bir şart. Demek ki Amerika hükümeti bunu alqaçan oylap olgan. Yani ahvalıqa qarab Uygur bilen münasebetlik o iki kanunga karşı icra kılmasak mı buludu degan bir nima onda hiç yolunu mu tayyak bo'lganda shunga Uygur teşkilatlar qattiq tirishmagan taqdirda buningki akıbeti biraz yaxshi bo'lmaydi. Neticede Amerika Xitoy bilan jang qilishni xohlamaydi. Rusni bitirib qilmoqchi Filistin o Hamas bilan İsrail arasındaki meselelerni hal qilmoqchi o Xitoyga taqabul turish ajizlik qildi. Aciz qilg'achqa Xitoyga chinroq bir tedbir ilish veya chinroq bir siyasetni yurgizishda biraz qiyin bo'ladi. Şuna bunda bir payda Tibet meselesi olsun, Tayvan meselesi olsun, Uygur meselesi olsun, hatta Hong Kong meselesi olsun. Bununla qarğan çağda bir derece, bir az bir derece yumuşatışın ki yoluna kiriş mümkün. Ama ben dedim Amerika'da Xitay'ını bir cihangir devlet ve Amerika'nın ornunu aldığı deydiğen işindiğen adamda bekliyor. Ötkende yakında mı şu Amerika'nın ki cemiyette Ray Sınaş tədqiqatında PO'nun ki tədqiqatı qarğançaqda yani Amerika'da yani %70 etraftaki adamlar Xitay'ını bir rakip ve düşmanlık rakip de gördü. Ondaqda bunda bir ahvalga qarşı hazırki Amerika hükümetine belki aldırapla Xitay bilan bek yıkılışıp bitişime biraz kıyındek göründü. Bu şartların aslında Uygurlar tekimi yeni usluplarla bu işine hal kılışma tırış lazım olmasa koluğa düşerken tutuklularına koldan kitip kılışının ki ihtimali var.
Ezgürmenler dünkü programımızda Amerika Prezidenti Joe Biden'dan ki Xitay devletleri Xi Jinping'den görüştüğün burun Xitay Amerika münasebeti hakkında vergen bayanatlarını analiz kılıştırıştık. Erkmam siz köp rahmet. Ben rahmet ederim.